Yusufxon aka, nimaga hamma abituriyent imtihonda testdan 30 tadan 30 ta yetishni xohlaydi, lekin hammasi ham 30 ta yetishmaydi? Xo'p, chunki qarang, maqsad bilan orzuni bir-biridan farqi bor. 30 ta yechish kimdadir orzu. 30 ta yechish bu kimdadir maqsad. Orzu orzuligicha qolib ketishi mumkin, lekin maqsadni yo'lida odam har qanaqa yo'ldan bo'lmasin, baribir boradi maqsadi sari. Shuning uchun 30 ta yetish maqsad qilgan abituriyent kerak bo'lsa uxlamasdan, kerak bo'lsa ovqatlanmasdan bo'lsa ham harakat qiladi, o'qiydi. Ustozlarini aytgan gaplariga quloq soladi. 30 ta yetish orzusi bo'lgan odamda bunaqa harakatlarni ko'rsa bo'lmaydi. Chunki u shunchaki qanaqadir yo'q joydan omadga ishonadigan odam deb o'ylayman. Shuning uchun 30 ta yetishni orzu qiladiganlar bor. 30 ta yetishni maqsad qiladiganlar bor. Shuning uchun 30 ta yetishni maqsad qiladiganlar menimcha tezroq yetadi deb o'ylayman maqsadiga.